nima dey? Mana. Ha. Naqqoshtirga omad. Mana biz shu guruh bilan ketamiz. Alhamdulillah, shu kunlarga yetkazganiga shukr. Mana farzandlarim, o'g'lim, qizim. Buni menga bayram podarkasi qilishdi. 8-mart podarkasi. Bularga rahmat, umri uzoq bo'lsin. Alloh panohiga asrasin. Xudoyimni eng yaxshi suygan bandasi ekanman. Shu farzandlarimning orqasidan shuncha yaxshi kunlarni ko'rib, ilohim bularni amon bo'lib yursinlar, sog' bo'lib yursinlar farzandlarim. Bu dunyoni yaratgan Allohimga rahmat, shu kunlarni menga yetkazganiga rahmat. Shu bugun shunchalik xursandchiligim hech qayerga sig'maydiki, men bu dunyoga xo'p bir o'chib kelgan insonga o'xshab turibman. Ilohim shu farzandlarim amon bo'lsin, sog' bo'lsin. Men bu narsa menga surpriz bo'ldi. Ilohim bularni ham mana shu kunlarga yetkazsin. Yaxshi kunlarni ko'rsin farzandlarim. Shu hammaga rahmat. Ilohim amon bo'linglar. Naqqosh guruhiga omad. Ishlaring bundan-da rivoj bo'lsin. Ishlar omadli bo'lsin. Mana biz Samarqanddan shu guruhni nima qilib keldik biz. Mana yaxshiligini eshitdik, ta'rifini eshitdik. Xudoga shukr, Sheikh rizqi nasibamiz qo'shilgan ekan. Mana shu guruh bilan ketish, mana farzandlarim orqali kelib, men shu guruh bilan ketyapman. Mana bu yerga ukalarimiz juda ham xushmuomala, kelganimizdan chiroyli kutib oldilar hammalari. Ularni ham Alloh o'z panohiga asrasin. Kimlarnidir shirin farzandi shular ham. Ilohim bularni ham omadini bersin. Bundan zo'r ishlarni qilsin shular ham ilohim. Xudo panohiga asrasin bularni. Shularni ham ota-onasiga rahmat. Shu guruhni tashkillashtirib, mana yosh bo'lsa ham shu balla bizlar shunaqa chiroyli kutib oldi. Endi bu ta'rifga sig'maydi. Men rahmat deyman shularga. Mana farzandlarimga, mana o'sha yoqqa yetkazib kelgan shular avval Alloh. Yetkazib kelgan shular sababchi bo'lib, men o'zimga xursandman. Mana shu guruhga omad. Ilohim sog' salomat bo'lishsin. Bu guruh abadiy bo'lsin. Abadiy bo'lsin, ha. Ilohim salomat bo'linglar.